Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz hammamizni, ayniqsa kesa avlod vakillarini chuqur tashvishga soladigan juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. Aprel oyida qanday qilib katta miqdorda pul tejash mumkin? Nafaqaxo'rlar qaysi to'lovlardan ozod bo'lishlari mumkin? Bu ma'lumot har biringiz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Pul tejash bu bugungi kundagi dolzarb masaladir, nafaqat yoshlar uchun. Balki umr bo'yi mehnat qilib endi dam olayotgan aziz keksalarimiz uchun ham juda muhim. Ko'pchilik o'zining qonuniy huquqlaridan bexabar bo'lib, har oyda ortiqcha xarajatlarga duch keladi. Bugungi videomiz aynan shu muammoga yechim topishga qaratilgan. Sizning byudjetingizga sezilarli yordam berishi mumkin bo'lgan usullarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Endi boshladik. Aziz do'stlar, O'zbekistonda nafaqaxo'rlar uchun qonunchilikda ko'plab imtiyozlar belgilangan. Biroq bu imtiyozlar haqida ko'pchilik bilmaydi yoki ma'lumot topishda qiyinchiliklarga duch keladi. Ilgari ushbu imtiyozlar faqat muayyan toifadagi nafaqaxo'rlarga, masalan, ikkinchi jon urushi qatnashchilariga yoki Chernobil AES avariyasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan shaxslarga berilgan edi. Oddiy mehnat faxriylari, oddiy nafaqaxo'rlar uchun bunday imtiyozlar kamroq bo'lgan yoki ular haqidagi ma'lumot tarqoq holda taqdim etilgan. Bu esa ko'plab kishilarning o'z huquqlaridan to'liq foydalana olmasligiga sabab bo'lardi. Bugungi kunda vaziyat ancha o'zgardi. Hukumat nafaqaxo'rlar va keksa avlod vakillarini qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratmoqda. Yangi qonunlar va qarorlar qabul qilinmoqda, mavjud imtiyozlar doirasi kengaytirilmoqda. Endilikda nafaqaxo'rlar uchun shunchaki nima uchun to'lashim kerak degan savol emas, balki qaysi to'lovlardan ozod bo'lishi mumkin degan savol paydo bo'lmoqda. Bu o'zgarishlar nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga, ularning turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan. Endi keling, eng muhim imtiyozlarni va ular qanday ishlashini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi va eng muhim imtiyozlardan biri bu kommunal to'lovlardagi yengilliklar. Bilasizki, har bir xonadonning asosiy xarajatlaridan biri kommunal xizmatlarga to'lovlardir. Elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi va oqova suv, shuningdek chiqindilarni olib chiqib ketish xizmatlari. Keling, har birini alohida ko'rib chiqaylik. Elektr energiyasi uchun imtiyozlar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga muvofiq bir qator nafaqaxo'rlar toifasiga kiruvchi shaxslar elektr energiyasi uchun belgilangan me'yor doirasida to'lovlardan qisman yoki to'liq ozod qilinadi. Kimlar ushbu imtiyozga ega bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlari, mehnat fronti faxriylari, Chernobil AES avariyasini bartaraf etishda ishtirok etgan fuqarolar, shuningdek ba'zi bir boshqa imtiyozli toifadagi shaxslar. Masalan, bir oilada Taqsimul yoshli Omon ota istiqomat qiladi. U ikkinchi jahon urushi faxriysi. Uning oilasi uchun elektr energiyasi iste'moli bo'yicha belgilangan me'yor doirasida imtiyoz qo'llaniladi. Agar oylik iste'mol, masalan, 3 kilovat soatni tashkil etsa va belgilangan imtiyozli me'yor ham shu atrofda bo'lsa, Omon otaning oilasi bu xizmat uchun umuman to'lov qilmaydi. Agar iste'mol me'yordan oshsa, faqatgina ortiqcha qism uchun to'lov amalga oshiriladi. Tasavvur qiling, bu har oyda oila byudjetiga qancha yordam. Bu qo'yda faqat oiladagi pensiya yoshidagi shaxsga emas, balki butun oilaga tatbiq etiladi. Chunki u bitta hisob raqamdan foydalanadi. Shu sababli hisoblashda iste'mol qilingan elektr energiyasining umumiy hajmi inobatga olinadi. Tabiiy gaz uchun imtiyozlar ham xuddi shunday tartibda amalga oshiriladi. Kommunal xizmatlar, xususan gaz ta'minoti uchun imtiyozlar ham elektr energiyasi kabi muayyan toifadagi nafaqaxo'rlarga beriladi. Misol uchun 7 yoshli Mohira bu yakka o'zi yashaydi va uning nogironlik nafaqasi bor. Uning gaz iste'moli uchun ham belgilangan me'yor doirasida imtiyozlar qo'llaniladi. Agar uning oylik gaz iste'moli 20 kub metrni tashkil etsa va imtiyozli me'yor 25 kub metr bo'lsa, u gaz uchun umuman pul to'lamaydi. Bu kabi imtiyozlar, ayniqsa qish mavsumida isitish uchun gaz sarfi yuqori bo'lgan paytda nafaqaxo'rlar uchun katta yengillik yaratadi. Ichimlik suv va oqova suv xizmatlari uchun ham imtiyozlar mavjud. Suv ta'minoti va oqova suv xizmatlari uchun ham imtiyozlar yuqorida sanab o'tilgan imtiyozli toifadagi nafaqaxo'rlar uchun amal qiladi. Misol uchun, olim 5 yoshli Gulnora opa bir necha yildan beri og'ir kasallik bilan kurashib keladi va I guruh nogironligiga ega. Uning xonadonida suv iste'moli bo'yicha imtiyoz mavjud bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki,
belgilangan me'yor doirasidagi suv sarfi uchun u pul to'lamaydi yoki kamaytirilgan tarifda to'laydi. Bu ham har oyda bir necha 10 ming so'm pulni tejash imkoniyatini beradi. Chiqindilarni olib chiqib ketish xizmati uchun imtiyozlar. Bu xizmat uchun ham ko'plab nafaqaxo'rlar to'lovlardan ozod qilinadi. Ko'pincha bu imtiyozlar yuqorida sanab o'tilgan asosiy imtiyozli toifadagi nafaqaxo'rlarga beriladi. Agar siz ikkinchi jahon urushi faxriysi bo'lsangiz yoki unga tenglashtirilgan bo'lsangiz yoki nogironligingiz bo'lsa, chiqindi to'lovlari uchun sizga imtiyozlar mavjudligini bilishingiz kerak. Bu kichikdek tuyulishi mumkin. Lekin har bir tejalgan so'm nafaqaxo'rlar uchun muhim. Endi esa boshqa muhim imtiyozga o'tamiz. Bu mol-mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha imtiyozlar. Bu imtiyozlar ko'plab nafaqaxo'rlar tomonidan e'tibordan chetda qoladi. Ammo ular sezilarli miqdordagi pulni tejash imkonini beradi. Mol-mulk solig'i. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 123 moddasiga binoan bir qator fuqarolar mol-mulk soligidan ozod qilinadi. Bu ro'yxatga nafaqaxo'rlar ham kiradi. Ammo bu yerda muhim bir jihat bor. Imtiyoz faqatgina bitta uy-joy, ya'ni asosiy yashash joyi uchun beriladi. Masalan, 7 yoshli Azamat aka nafaqada uning ikkita kvartirasi bor. Birda o'zi yashaydi, ikkinchisi esa bolalarga tegishli. Azamat aka faqatgina o'zi yashaydigan kvartira uchun mol-mulk soligidan ozod qilinadi. Ikkinchi kvartira uchun esa belgilangan tartibda soliq to'lanishi kerak bo'ladi. Agar nafaqaxo'rning mulki umumiy maydoni 1 million kvadrat metrdan oshadigan bo'lsa, faqat 1 million kvadrat metrdan ortiqcha qismi uchun soliq hisoblanadi. Bu ham katta imtiyozdir. Yer solig'i Soliq kodeksining 136 moddasiga ko'ra nafaqaxo'rlar yer soligidan ozod qilinadi. Bu imtiyoz ham xuddi mol-mulk solig'i kabi faqatgina bitta tomorqa uchastkasi yoki asosiy uy-joyga tutashgan yer maydoni uchun beriladi. Misol uchun, 68 yoshli Xosiyat bu qishloqda yashaydi va uning hovlisi va tomorqa uchastkasi bor. Xosiyat bu o'zining uy-joyi joylashgan va tomorqa uchun belgilangan miqdordagi yer solig'idan to'liq ozod qilinadi. Agar uning nomida boshqa yer uchastkasi bo'lsa, masalan, uzoqroqda joylashgan dala uchastkasi, u uchun soliq to'lanishi kerak bo'ladi. Bu imtiyozlar asosan nafaqaxo'rlarning o'zlari yashayotgan va foydalanayotgan mulklariga nisbatan qo'llaniladi. Transport solig'i bo'yicha ham imtiyozlar mavjud. Ayniqsa nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun bu juda muhim. Soliq kodeksining 1 moddasiga muvofiq bir qator imtiyozli shaxslar, shu jumladan I va II guruh nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar transport vositalari uchun soliq to'lashdan ozod qilinishi mumkin. Bunda mulkida bitta yengil avtomobil bo'lishi va uning dvigatel hajmi muayyan me'yorlardan oshmasligi kerak. Misol uchun 6 yoshli Tohir amaki guruh nogironligiga ega va uning shaxsiy avtomobili bor. Agar bu avtomobilning dvigatel hajmi belgilangan me'yorlardan oshmasa, Tohir amaki har yili transport soligidan ozod qilinadi. Bu ham sezilarli miqdordagi pulni tejash imkonini beradi. Endi esa ba'zi bir noaniq nuanslar va e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan holatlarga to'xtalib o'tamiz. Imtiyozlar faqatgina sizning shaxsiy arizangiz asosida berilishi mumkin. Ya'ni hech kim sizga kelib imtiyozingizni oling deb chaqirmaydi. Siz o'zingiz tegishli tashkilotlarga murojaat qilishingiz va hujjatlarni topshirishingiz shart. Bu juda muhim qoida. Ko'pchilik menga tegishli bo'lsa, o'zlari hisoblab berishi kerak-ku deb o'ylaydi. Ammo afsuski, bu har doim ham shunday emas. Sizning faolligingiz talab etiladi. Aprel oyida bu ma'lumotning dolzarbligi nimada? Ko'pgina kommunal to'lovlar uchun hisob kitoblar yil boshidan yoki ma'lum bir davrdan keyin qayta ko'rib chiqiladi. Shuningdek, soliq hisob kitoblari ham ma'lum bir davriylikka ega. Aprel bu imtiyozlarni rasmiylashtirish yoki yangilash uchun eng qulay va muhim muddat hisoblanishi mumkin. Agar siz aprel oyida ariza bersangiz, imtiyozlar mart oyidan boshlab hisobga olinishi yoki keyingi davr uchun rasmiylashtirilishi mumkin. Shuningdek, soliq organlari ko'pincha bu davrda o'tgan yil uchun hisob kitoblarini yakunlaydi va yangi yil uchun soliq majburiyatlarini aniqlaydi. Aynan shu davrda o'z imtiyozlaringizni rasmiylashtirish ortiqcha to'lovlardan qochishga yordam beradi. Imtiyozlarning qo'llanilishida oilaning tarkibi ham muhim rol o'ynaydi. Ba'zi imtiyozlar, masalan, kommunal to'lovlar bo'yicha butun oilaga nisbatan qo'llaniladi, agarda oila boshlig'i yoki oila a'zolaridan biri imtiyozli toifaga kirsa. Ammo agar nafaqaxo'r oilasining boshqa ishlaydigan a'zolari bilan yashasa, bu imtiyozlarning miqdoriga ta'sir qilishi mumkinmi? Ba'zi hollarda. Masalan, agar oilaning umumiy daromadi belgilangan miqdordan oshib ketsa, ish
ijtimoiy imtiyozlar qisqarishi yoki bekor qilinishi mumkin. Biroq soliq imtiyozlari ko'pincha shaxsga bog'liq bo'ladi, ya'ni nafaqaxo'rning o'ziga. Bu kabi murakkab holatlarda albatta mutaxassisdan maslahat olish zarur. Har bir holat individualdir va uni alohida ko'rib chiqish lozim. Yana bir muhim nuans, bir necha turdagi imtiyozlar mavjud bo'lsa-chi, misol uchun ham urush qatnashchisi ham nogironligi bo'lsa, bunday hollarda qonunchilikda ko'pincha bir nechta imtiyozlardan birini tanlash imkoniyati belgilanadi, ya'ni eng qulayini. Ba'zida esa imtiyozlar bir-birini to'ldirishi ham mumkin. Bu holatlarni aniqlash uchun tegishli pensiya jamg'armasi yoki davlat soliq qo'mitasi bo'limlariga murojaat qilish kerak. Ular sizning shaxsiy holatingizni ko'rib chiqib, qaysi imtiyozlar sizga eng foydali ekanligini tushuntirib berishadi. Imtiyozlar nafaqaxo'rlarga pul tejash imkoni berishdan tashqari, ularning sog'lig'ini yaxshilashga qaratilgan tibbiy xizmatlardagi ba'zi yengilliklarni ham o'z ichiga oladi. Davlat tibbiyot muassasalarida bepul tibbiy ko'riklar, ba'zi diagnostik tahlillar va dorilar uchun chegirmalar kabi imtiyozlar ham mavjud. Bu ham keksa yoshdagi fuqarolar uchun juda muhimdir. Chunki ularning sog'lig'iga bo'lgan ehtiyoj ko'proq bo'ladi. Bu borada ham mahalliy tibbiyot muassasalariga yoki Sog'liqni saqlash vazirligining ishonch telefonlariga murojaat qilib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Endi esa bu imtiyozlardan qanday foydalanish mumkinligi haqida aniq va amaliy tavsiyalar beraman. Xo'sh, nima qilish kerak? Birinchi qadam, o'zingizning imtiyozga ega ekanligingizni aniqlang. Yuqorida sanab o'tilgan toifalardan biriga kirasizmi? Ya'ni siz 2-jahon urushi qatnashchisimisiz? Mehnat fronti faxriysimisiz? Chernobil AES qatnashchisimisiz? Yoki igi guruh nogironligiga egamisiz yoki boshqa qonuniy asoslar bormi? Buning uchun sizning pensiya guvohnomangizni yoki nogironlik haqidagi ma'lumotnomangizni diqqat bilan o'rganing. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Odatda sizga quyidagilar kerak bo'ladi: pasport, asl nusxasi va nusxasi, pensiya guvohnomasi, asl nusxasi va nusxasi, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma agar mavjud bo'lsa, asl nusxasi va nusxasi, uy-joyingizga yoki yer uchastkangizga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr hujjatlari, order, oldi sotli shartnomasi va hokazo, asl nusxasi va nusxasi. Agar kommunal imtiyozlar uchun bo'lsa, hisob raqamlaringiz haqidagi ma'lumotlar, kommunal to'lovlar kitobchalari yoki oxirgi kvitansiyalar, oila tarkibi haqidagi ma'lumotnoma, mahalla fuqarolar yig'inidan olish mumkin. Ba'zida bank hisob raqamingiz rekvizitlari ham talab qilinishi mumkin, agar pul kompensatsiya shaklida qaytarilishi kerak bo'lsa. Uchinchi qadam, qayerga murojaat qilish kerakligini aniqlang. Kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlar uchun ko'pincha bu davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, bevosita kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning o'ziga, masalan, hudud gaz ta'minot, EJA, hududiy elektr tarmoqlari, EJA, Suvoqova, Dyukning joylardagi bo'limlari yoki mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilish mumkin. Mol mulk solig'i, yer solig'i va transport solig'i bo'yicha imtiyozlar uchun Davlat soliq qo'mitasining joylardagi bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilinadi. Ba'zi ijtimoiy imtiyozlar bo'yicha pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki mahalla fuqarolar yig'iniga. Hozirgi kunda ko'plab xizmatlarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mybotok.uz orqali onlayn tarzda ham olish mumkin. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa, bu eng qulay usul bo'lishi mumkin. 4-qadam, arizani to'g'ri yozing. Ariza erkin shaklda yoziladi, lekin unda quyidagi ma'lumotlar aniq ko'rsatilishi shart. Murojaat qiluvchining FIOP'si, yashash manzili, pasport ma'lumotlari, pensiya guvohnomasi yoki nogironlik ma'lumotnomasi seriyasi va raqami, qaysi imtiyozdan foydalanmoqchi ekanligingizni aniq ko'rsating masalan. Kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozni qo'llashni so'rayman yoki mol mulk soligidan ozod qilishni so'rayman. Arizaga ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati, ariza yozilgan sana va imzo, misol MENIO, pasport seriyasi, seriya raqami, manzilda yashovchi pensiya guvohnomasi raqami asosida nafaqaxo'r ekanligimni ma'lum qilaman. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq menga tegishli bo'lgan kommunal xizmatlar, elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi chiqindi bo'yicha imtiyozni qo'llashingizni so'rayman. Ilovaga pasportim nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma ilova qilinadi. Hurmat bilan 5-qadam, murojaatni ro'yxatdan o'tkazishni unutmang. Arizangizni topshirganingizda
unga kirish raqami berilganligini tekshiring va iloji bo'lsa, arizangizning nusxasiga kirish raqami va sanasini qo'ydirib oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni oldini olishga yordam beradi. 6-qadam. Murojaatingiz holatini kuzatib boring. Belgilangan muddatlarda, odatda 15 ish kuni ichida arizangiz ko'rib chiqilishi va sizga javob berilishi kerak. Agar javob kechiksa yoki sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, xalq qabulxonalariga, bosh prokuraturaga yoki Adliya vazirligiga murojaat qilish huquqingiz bor. Aziz do'stlar, bugun biz nafaqaxo'rlar uchun aprel oyida katta miqdorda pul tejash imkonini beruvchi muhim imtiyozlar haqida batafsil ma'lumot berdik. Kommunal to'lovlar, mol-mulk solig'i, yer solig'i, transport solig'i bo'yicha qanday imtiyozlar mavjudligini, ulardan kimlar foydalanishi mumkinligini va ular rasmiylashtirish uchun qanday qadamlar qo'yish kerakligini ko'rib chiqdik. Esda tuting. O'z huquqlaringizni bilish va ulardan foydalanish bu sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingiz garovidir. Hech qachon o'zingizga tegishli imtiyozlardan voz kechmang. Chunki bu sizning qonuniy haqqingiz, umid qilamanki. Ushbu video siz uchun juda foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni va tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Balki sizning qandaydir noyob tajribangiz yoki foydalanayotgan imtiyozingiz bor. Boshqa tomoshabinlarimiz uchun bu juda qimmatli bo'lishi mumkin. Videomizga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz bunday foydali ma'lumotlarni muntazam ravishda ulashishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling va o'z haqqingizni biling.